Mol mulk hammasi Allohniki. Siz bilan men qanchasiga 50 yil, 60 yil, 40 yil qarovullik qilib ketamiz. Endi o'zi shu dunyoning matohi, shu dunyoga qolib ketadigan oddiy qarovul bo'lsam agar, menga uni o'zidan nima foyda? U menga obro' olib kelsin, hurmat, izzat olib kelsin, odamlarning ichiga ijtimoiy obro'yimni ko'tarib bersin. Farzandlarim, nevaralarim faxrlanib yuradigan odam qilsin. Bo'lmasa pulni nima qiladi? 300 ming dollardan keyin pulga ehtiyojingiz bitadi. Bitta mashina, bitta uy, qolgani hammasi ijtimoiy obro', yaxshilik qilish uchun. Unda odamlar haqida savol beraman sizga. Hozir yaxshi gap gapirdingiz. Aslida oddiyroq qilib gapirganimizda bir insonni, bir bandani bir kosaga ovqatga qorni to'yadi. Mol mulk hammasi Allohniki. Siz bilan men qanchasiga 50 yil, 60 yil, 40 yil qarovullik qilib ketamiz. Endi o'zi shu dunyoning matohi, shu dunyoga qolib ketadigan oddiy qarovul bo'lsam agar, menga uni o'zidan nima foyda? U menga obro' olib kelsin, hurmat, izzat olib kelsin, odamlarning ichiga ijtimoiy obro'yimni ko'tarib bersin. Farzandlarim, nevaralarim faxrlanib yuradigan odam qilsin. Bo'lmasa pulni nima qiladi? 300 ming dollardan keyin pulga ehtiyojingiz bitadi. Bitta mashina, bitta uy, qolgani hammasi ijtimoiy obro', yaxshilik qilish uchun. Unda odamlar haqida savol beraman sizga. Hozir yaxshi gap gapirdingiz. Aslida oddiyroq qilib gapirganimizda bir insonni, bir banda